Xo'p, hammaga salom. Qisqa qilib o'taman darsni. Men hozirgi animatsiya qiladigan saytni ko'rsataman, yangi topilgan. Yangi endi men yaqinda bildim. O'zi saytga 2 oy bo'libdi bunaqa animatsiya qilishni qo'shishganiga. Bu sayt Grok, ya'ni GPTga o'xshagan, no boshqa Elon Musk'ga adashmasam. Shu, mana shu saytda hozir generatsiya qilishni ko'rsataman. Juda oson, qiyin emas. Mana bu razdellari bor. Chat, голос, изображение, проекты, история degan. Xo'p, изображениeni bosib olamiz. Bizga mana bunaqa oyna ochib beradi, ya'ni har xil qilingan generatsiyalar va ularning promptlari, bossili promptlarni ko'rsatib beradi. Uni bizga bu kerak emas. Bizga o'zimiz yo'nalish bo'yicha, ya'ni interyeri, renderlarni animatsiya qilishni ko'rib chiqamiz. Videorok unaqa uzun bo'lmaydi, 5 minutlik. Videorokka hozir ko'rsatishimdan oldin, maqsadni ko'rsatishimdan oldin Telegramga podpiska qilishinglarni so'rayman. Telegramga podpiska qilsanglar, bu yerda qiziq informatsiyalar birinchi bo'lib Telegramga qo'yiladi. Videoroklarni, ya'ni darsliklarni, mavzularini Telegramda tanlaymiz. Xo'p. Mana bu yerda skriptka bor, ya'ni bossanglar har xil funksiyalar chiqib keladi. Bizga загрузить fayl kerak. Загрузить fayl bosib olamiz. Bu men o'zim belgilab qo'ygan papkam, ya'ni bu yerda interyerlarim, renderlar bor. Men o'sha renderlarni animatsiya qilmoqchiman. To'g'ri, sifatiga unaqa Klink AI'larnikiga o'xshagan emas. Ularnikiga kattaroq sifatda bo'lsa ham, bu qisqa vaqt ichida Klink ancha sekinroq qiladi bundan. Tekindagi qilsanglar, limiti bor. Bir oyda 3 ta video qilsanglar bo'ladi Klinkda. Bu yerda limit kattaroq, bu yerda 30 ta 40 tami video qilsanglar bo'ladi. Videoni tez qilib beradi bizga. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Deylik, men interyer tanladim, renderni. Bu o'zi обработка qiladi. Xohlasanglar tagidan tag, ya'ni prompt yozsanglar bo'ladi. Prompt yozsanglar, o'sha promptlarda nima yozilgan bo'lsa, o'sha narsani animatsiya qilib berishga harakat qiladi. Ya'ni давайте hozir men birinchi bez prompt shundoq tashlasanglar ham, u rasmni analiz qilib, rasm o'ziga xosroq animatsiya qilib berishga harakat qiladi. Hozir men 85% bizga birinchi animatsiyani chiqazadi 100% bo'lgandan keyin. Men ungacha pastdan prompt yozaman, ya'ni mana oynadan yorug'lik tushirib animatsiya qilib berdi. Bizga hozir yana men qo'shaman, kamera yaqinlashsin deyman. Xo'p, endi ketdi. Men yana zaпрос berdim. Bu уже ikkinchi animatsiyani ishlab chiqazyapti. Xo'p, mana bu birinchi animatsiya, mana bu ikkinchi animatsiyam. Ikkinchi animatsiyam 50% bo'ldi o'tganiga. Ya'ni birinchi animatsiyaga o'tib, bu yerda kачествоni sal kattaroq qilsanglar bo'ladi. Ya'ni улучшить качество deganda HD qilib beradi. Hozir ko'rishingiz mumkin. Mana ozgina sezilarli darajada ko'tarib beradi. Dahshat 2K qilib bera olmasa ham, lekin ovozi bilan qiladi. Har doim animatsiyaga mosroq ovoz chiqarishga harakat qiladi. Hozir men kolonkada pastroq eshitiladi, yoqaman. Ya'ni ko'chani ovozini qilib bergan bizga. Xo'p, ovozi bu yerda anaqa muhim narsa emas. Mana kamerani yaqinlashtir deb yozdim. Kamera приближается deb yozdim. Shunga xosroq qilib bizga yaqinlashtirib, ya'ni quyoshni ham qo'shyapti. Xohlasanglar promptda quyosh bilan qo'shma deb yozsanglar, unaqa animatsiyalar qo'shmaydi. Hamma narsa o'zingizga bog'liq. Pastda yozgan promptlarga qarab, u animatsiyani yurg'izib beradi, kamerani движение qilib beradi, animatsiyaga odamlar qo'shib beradi. Hozir mana ya'ni odam qo'sh deb yozdim. Hozir ko'ramiz. Sifat yomon emas. Mini proyektlarga, ya'ni o'zingizlarni proyektinglarni Instagramlarda yurg'izayotganingizda kerak bo'lib, yangiliklar kiritmoqchi bo'lsanglar, bemalol ishlatadigan funksiya. Xo'p. Mana shuni ko'ramiz. Qanaqa chiqayotganini, menimcha hamma narsa tushunarli. Qiyin joyi yo'q. Hamma tushunadi deb o'ylayman. Mana odamlarni qo'sh dedim. Odamlarni qo'shib bir-biri bilan gaplashayotganlari, mana bu idish yuvayotganlari. Xo'p, ovozi ham bor-da, buning qizig'i. Hozir mikrofonni yaqinroq boraman. Orqaroq aytaman. Mana ko'ringlar. Kelishgani.
Suvi oqizayotganda suvi ovozlarigacha qilib beryapti. Tekinga menimcha bundan zo'r variant bilmayman. Yana o'zinglarning variantingiz bo'lsa kommentariyada yozib qoldiringlar. Darslik foydali bo'lgan bo'lsa like, podpiska, Telegramga podpiska